Xazinam To'rtil tarbiyalash markazi hammamizning xazinasi. Tağda bir namrat otunchi yaşaydı ekan. U ming bir jafoda aran bir uy yasaptı. Bir kuni u tağdan kesib kelgan o'tinlarini shaharga akirib, lozimatlik narsalarga almashtirib, gugum tushganda aran degidek uyga qaytib keldi. Ammo uning ko'rgani u ko'rishga taqazzo bo'lgan uy emas, lavuldab ko'yiyotgan uy bo'pti. Qulum qo'shinlardan tartib, cho'ng-kichik hammasi o'tni o'chirishga qancha kuchigan bo'lsa-mu, o't ulug', shamol kuchlik bo'lg'achqa o'chirolmay uyning lavuldab ko'yishiga qarab turishdan boshqani qilolmabdi. O't o'chibdi. O'tinchi qo'liga bir tal kaltakni elib olib, ko'yib tutulgan aylangan qalduqlarni uyan buyan cho'rib, bir narsalarni maltılashqa boshlabdi. Qo'shnilar uning nima izlayotganligini bilolmay, ich og'ritishib qarab turibdi. "Topdim!" debdi bir chaqda o'tinchi hayajon bilan barqarab. Qo'shnilar uning tiqib qo'ygan qimmatli narsasi yoki oltin kumushlari bo'lsa kerak deb aldirab yugurib kirib qarasa, o'tinchi qo'lidagi kaltakni paltiga dasta qilib, ishonch bilan mushu paltilam bo'ladigan texmu mustahkam uydan yana birini yasab olayman debdi. Talay odam taqdirning kajlig'idan zarlashga amroq. Ammo ular o'z tenidagi kuchni ishlatmaganligidan hargiz zarlab boqmaydi. Amaliyotda insonning tenidagi aql va kuch uni yep-yangi turmushga erishtirishga tamoman qobil. Insondagi ashu kuch ishlatilsa, kishini hayron qoldiradigan mo'jiza yarata oladi. İşletilmese insanның o'zi mushkulotning ayrilmas hamshirasiga aylanadi.